Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan ashaddiy obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan muxlislar. Bugun sizlarga bir chiroyli bitta kontent video qilmoqchiman. Baliqchilik sohasiga qiziquvchilar uchun bizda savollar bo'yicha ko'proq murojaatlar keldi. Aka, baliq boqish, baliqni topish, baliqni kattartirish, baliqni qanday sharoitda boqish, baliqlarga qanaqa yemish berish, baliqlarga kasal tegsa nimalar qilish, baliq tashlashdan oldin havzani mikrob, qurtlar va keraksiz narsalarni o'ldirish uchun nimalar berish, shu haqida to'liq ma'lumotlar berib o'ting deb yozishgan ekan. Bugun shu videoni qilaman. Barcha ma'lumotlarga, barcha savollarga bitta javob berib o'taman. Inshaalloh birinchi savolimiz sizga javob berib o'tadigan bo'lsak, birinchi savol bo'yicha hozir javob beraman. Akamizdan bitta savol kelgan. Birinchi savollari: aka, baliq boqishdan oldin havzani qanaqa holatda, chuqurligi qanday, nima qilib, qanday boqish kerak va nimalar berish kerak, kasal tegsa qanaqa dorilar berish kerak, shu haqida ma'lumot bering debdi. Shu haqida bir ma'lumot berib o'taman sekin-astalik bilan. Video ma'qul bo'ladi. Birinchi baliqchilik bilan shug'ullanayotgan va bizning savolimizga javob ololmay yurib, bizning videolarimizni oqtara olmay, topa olmay yurganlarga mana shu videoni ulashib qo'ysalaringiz, sizlar ham o'zlaringizni yordamlaringizni, hissalaringizni qo'shasizlar. Savolimizni boshlaymiz. Birinchi savolimizga azizlar, birinchi savolimizga javob qisqa lo'nda qilib hammasini aytib ketaveraman. Birinchi baliqni boshladingizmi? Havzani tayyorladingiz. Birinchi shug'ullanayotgan akalarimiz bo'lsa, unga hech narsa berilmaydi. Oziqa ham, dori berilmaydi, ohak sepilmaydi. Xullas, havzangizga suvni solasizdan baliqni olib borib to'gasiz. Baliqni olib borib to'ggandan keyin oziqani beraveramiz. Hozirroq 700-800 grammdan o'tib boshlangandan keyin tomorqada ekilgan ko'kalam beda degan o'tlarimiz bor. O'shandan ko'proq beraveramiz. O'shandan ko'proq berganimizdan keyin balig'imiz sekin-astalik bilan bir papitka emas, aytilyapti, aytganimizdek kepak degan narsani beramiz. Bir 2-3 oy o'zini sal moslashib, shu sharoitga ko'nikib olguncha. Keyin aytilgan narsani berib ketaveramiz. Baliq sharoitga ko'ngandan keyin, o'sha ob-havoga, o'sha suvga ko'ngandan keyin, moslashgandan keyin bemalol unga beda degan o'tdan berib ketaveramiz. Yana bitta ma'lumot: suv kirib, chiqib almashtirish kerak, sirkulyatsiya bo'lib. Ikkinchi savolimiz: aka, baliqni qayerdan olsak bo'ladi degan deb izlanib yurganlarga ikkinchi ma'lumotimiz: aka, baliq bizda chiqib boshladi. Endi qolgan joylarni bilmadik-ku. Surxondaryo Angorda baliq yetishtirib boshlandi. Bizda chiqib boshlaydi. Boshqa joyda bilmadim. O'zimga yaqin bo'lgan, Surxondaryoga yaqin bo'lgan joyni aytib ketaveraman. Surxondaryo, Qomqo'rg'on ikkita joyda ochilyapti. Surxondaryo bilan mana o'zimiz Angor bilan Qoraqirda. Angor Qomqo'rg'onda ham ochiladi. Qomqo'rg'onda ham baliq yetishtirish joylari bor. O'shalarni ham aytib ketaveraman. Qanaqa baliq kerak? Belamur, sazan, talstolop, cho'rni pyostra. Xohlagan turdagi baliqlardan o'zingizga ma'qul bo'lgan baliqlarni olib borib, havzalaringizga boqib, yetishtirib, u daromad topishlaringiz mumkin. U bizda majburiy emas, o'zlaringizda xohlagan baliqlarni olib borib kattartirishlaringiz mumkin. Bo'ldi.
Bizni telefon raqamlarimiz albatta opisaniyada va ekranlarimizda qadab ketamiz. Bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Videomizda ololmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol aloqa qilsalaringiz, yana qo'ldan kelgancha javob berib o'tib ketaveraman. Uchinchi savolimizga javob akamiz yozishibdi. Aka, men 3 yildan beri baliqchilik sohasi bilan shug'ullanib kelaman. Lekin balig'im olib borib tashlayapman. Kattarish yaxshi, unga kasallik ko'proq tegyapti. Shu sababli suvim kirib almashmay turadi deyilyapti. Suv kirmaydi, chiqmaydi. O'sha to'ldirilgan holatimdagi suv shu holatimda turibdi. Bo'ldi deb yozgan aka. Endi bu savolingizga chiroyli bitta javob beraman. Birinchi navbatda aka, o'sha hovuzingizga, baliq tashlagan havzangizga обязательно kirib chiqib turish kerak suv. Bu degani nima deydi? Masalan, bitta misol qilib tariqasida bitta narsani aytib o'tib ketaman. 1 litrlik bankaga shunaqa bitta narsani tashlang, o'zingizga kerakli bo'lganmi, ikinadigan narsani tashlang, u aka o'zgarmaydi. Baliqni ham tashlab ko'ring. Qo'lchali narsa, shunga o'xshagan narsani tashlab ko'ring, baliqda o'zgarish yo'q. Nima sababli deyishingiz mumkin. Kommentariyada yozlar, o'zlaringizga qiziq savollaringizni yozib ketasizlar. Kommentariyani o'qib ketaman. Aka, bu degani masalan suv kirmay, chiqmay tursa, u bir joydagi suv turibdi. Unda almashmaydi, chiqmaydi, sirkulyatsiya bo'lmaydi. Bu degani bir joyda mixlangan holatdagi narsa u joyda kattarish kam bo'ladi. Kattarish kam bo'ladi. Yemingizni berasiz, yeveradi. Suvda sarg'ayish, unda sal boshqacha hidlar chiqib, sarg'ayma hosil bo'ladi suvda aftida. Shuning evazida ko'proq kasallik, ko'proq yallig'lanish ko'p bo'ladi shunda balig'imizda. Asosiysi o'sha suv sarg'ayish bo'ldimi, suv kirmay, chiqmay turdimi, issiqda kunida baliq aka kasallik ko'proq tegadi. Balig'imizga kasallik ko'proq tegadi. Buni asoratlari ko'p, gapirsak ko'proq bo'lib ketadi. Qisqa qilib aytib ketdim. Aka, o'zingizdan xulosa qiling. Iloji boricha suvda kirishini, chiqishini ilojini qiling. Bo'lmasa baliqchilik bilan shug'ullana olmaysiz. Tashlagan balig'ingiz shunaqa holatda turaveradi. Yem beravering, ming oziqa beravering, lekin baliq kattarmaydi. Aka, shu aytganim narsani qiling, baliqni o'zgarishini ko'rasiz. Kasallik ham kamroq bo'ladi. Kattarish undan ham zo'r bo'ladi. Rivojlanishi. Endi 4-savolimizga javob bersam, bitta akamiz yozdi. 2 gektar ko'lim bor, qamishzor bo'lgan. Suvda o'tlik yo'q, oziqa yo'q, yemish yo'q. Barik qamishlar sal-sal siyrak. Uni sindiray, baliqlar o'zi toza qilib bo'ldi deb yozgan. Yana nima qilsam bo'ladi? Baliqni kattarish uchun va unga oziqa yetarli qilib berish uchun degan savol ko'proq bo'ldi. Hozir yozdik. Shu bo'yicha men o'qib javob berib ketyapman. Aka, baliqchilik ko'lingizda oziqa kam bo'lsa, qamishlar kam bo'lsa, sizga bitta maslahat. 1 gektar, 3 gektar ko'lingiz bormi? 1 gektar bitta tomorqa dalani olingdagin. Bedani seping. Beda bilan aralashtirib, chiroyli bedani ko'proq bering aka. Balig'ingiz o'zgaradi va unga sal o'zgarishni ko'proq qiling, mehrni ko'proq qilsalaringiz, balig'ingiz rivojlanishi katta bo'ladi. Yana bitta javob aka, bunga oziqa hamma biladi, molning axlati desak. O'shandan ham ko'proq ko'lning jiyagiga ko'proq to'gib qo'ying. Unda chiqqan qumursqa, undan chiqqan paydo bo'lgan jirkanch
e, hozir qo'polroq bo'lib ketishi mumkin. Axlat ichidagi bo'lmaydigan bir narsalar. O'zbek qilib aytadigan, qishloq qilib aytadigan bo'lsam, gijja qurti deyiladi-ku, o'shanaqa narsalar ko'payadi. Balig'ingiz yemishga ko'p bo'ladi. Endi 4-savolimiz, 4-savolimizga chiroyli bitta savol yozilgan. Baliqchilik sohasi bo'yicha. Bu savolni o'qidim-u, nima deyishni bilmay qoldim. Bu savolga chiroyli lo'nda qilib gapirib ketaman. Savolni birinchi o'qib beraman. Qarang, savol nima bergan? Akam umuman baliqchilik bilan shug'ullanmaganman. Hech kimdan maslahat olmaganman. Sizni gruppangizda, sizni kanalingizda ko'rib qoldim. Sizni videolaringizni tomosha qilib kelyapman. Sizni bitta savolingiz va bitta javobga kuchliroq bo'ldi. Shu kungi bitta videoni ko'rdim YouTube kanalingizda deyapti. Kanalingizga qo'ygan, joylagan videolaringizda. Shu javobga ikkilanib qiziqdim deyapti. Aka, lekin men shug'ullanmayman baliqchilik bilan. O'sha haqida bir o'zingizdan qo'ldan kelgancha tushunchalaringizni menga bir ma'lumot evaziga yetkazib bering deganlari uchun men aka sizga chiroyli bitta ma'lumot beraman. Videodan ololmasangiz ham mana shu ma'lumotni bizda Telegram gruppalarimizda albatta yoritilib boryapti. Kunning kuni bilan YouTube kanalimizga kamroq chiqishi mumkin. Gruppada video ko'proq chiqadi. Video ko'proq chiqadi, dorilarimiz chiqadi. Nima ko'proq, nima yemish ko'proq berishimiz, nima dori berishimiz kerak. Hammasini o'zimga keldimi yangilik sifatida, bu yangilikda sizlarga ham ilinaman. Bu yangilik men uchun emas, sizlar uchun ham bo'lishi kerak. Shuning uchun gruppalarimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Обязательно gruppamizda obuna bo'lsalaringiz, gruppamizda ham ajoyib bir yangiliklarni aytib ketaveraman. Aka, savolingizga javob beraman. Baliqchilik bilan umuman shug'ullanmasangiz ham, o'zi baliqchilikka shunday qiziqish bo'ladi. O'zingiz shu sohaga qanaqa kirib kelganingizni ham o'zingiz sezmay qolasiz. Bu baliqchilikni siz yaxshi tanlabsiz. Bu ham bir yaxshi soha. Bunda ko'proq daromad ko'rayotganlar ancha. Siz ham o'shalar safiga kirishingizni so'rab qolamiz. Baliq boqishda reja qilgan bo'lsangiz, aka, bu armon bo'lib qolmasin hech qachon. Bu narsani bir marta qildingizmi, buni bir boshlab oling aka. Effekt nima deydi? Sizga ilova bir yordam bermasa, sekin astalik bilan to'xtatib qo'yasiz. Bizni yordam berishimiz albatta sizga albatta yordam berib o'tib ketaveraman. Bemalol savollar bo'lsa, qiziqqan savollaringizni albatta kommentariyada, albatta Telegramda, albatta nomerlarimizga bog'lansalaringiz javob berib ketaveramiz. Hamma uchun savoli biz uchun qiziq. Hammani bunday deb aytadigan bo'lsam, barcha obunachilarim, barcha Surxondaryo ahli baliqchilariga bizning savollari, bizga berayotgan savollari biz o'zimizdan qo'ldan kelgancha bilganlarimizni gapirib beraveramiz. Bilmaganlarimiz bo'lsa, biz ham o'rganamiz, biz ham so'raymiz, kitoblarimizdan o'qiymiz. Shu baliqchilik sohasida kitoblarimiz bor. Biz ham o'sha sohani kitoblarimizni o'qiganimizdan keyin o'sha savollaringizda, bilmagan savollaringizga javob bera olmay qolsam, o'sha savollaringizda qayta javob berib ketaveramiz. Shu joyda videomizni yakun yasaymiz. Sizlar uchun ajoyib bitta video bo'ldi degan umiddaman. Videoni обязательно like bosib qo'yamiz. Shu mehnatimiz uchun kommentariyada yana bir savolalaringiz bo'lsa, baliqchilik sohasi bo'yicha tegishli bo'lgan savollarni kommentariyada yozib ketingizlar. Bizni obuna bo'lmay kuzatayotganlar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ysalaringiz, bizning birinchilardan chiqarayotgan videolarimiz sizlarga yetib boradi. Bizga yozishyapti, qizning qo'yilayotgan videolarimiz, sizni qo'yayotgan videolarimiz kech ko'rib qolyapmiz. Aka, siz kech ko'ryapsiz. Siz ham bizdan emas, o'zingizdan salgina xafaroq bo'ling, lekin buning uchun bizning kanalimizga obuna bo'lmagansiz. Obuna bo'lib qo'ying. Bizning video qo'yilayotgan videolarimiz обязательно birinchilardan bo'lib ko'rishga
o'zingizni hissalaringizni qo'shasizlar. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha deymiz. Sog'lik, salomatlikda. Albatta videolarimizni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Biz xizmatda, sizlar esa mana like'ni, obunani bosib, kimda o'zbekcha yozilgan bo'lsa obuna, kim ruscha yozilgan bo'lsa podpisatsiyani bosib qo'yamiz. Baliqchilik sohasi bo'yicha qiziqib, o'tirib qiynalib, o'sha sohani qanaqa qilib bilsam ekan deb yurganlarga mana shu videoni ulashib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deymiz. Sizlar bilan sog'lik, salomatlikda Afzalbek 24 kanali bo'ldi. Rahmat, ko'rishguncha barchalaringizga.